Peygamberimizning Ramazondagi bu 3 muhim tavsiyasi suhurlikni kechiktirish, iftorni baldur qilish, tushlik uyqu. Ya'ni shuni mi ta'kidlab o'tishimiz kerakki, inson suhurlik yebla darhol uxlasa bo'lmaydi. Bundaq qilish sog'lomlikka intayin ziyonli. Bu hikmatli tuzum orqali Ramazon ro'zasi faqat och qilish va ussizlikdan iborat bo'lmasdan dozaq mahkam taqilib yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon ibodatda usul ko'p fazilatga boy. Ramazon musulmonlar uchun ruhiy, jismoniy sog'lomlikni o'zida mujassamlagan muborak bir oy. Bu oyda Alloh taolaning buyruqlari, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bizga qoldirgan qimmatli sunnatlari intayin muhim ahamiyatga ega. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatlarining qatoridan suhurlik qilish. Avval suhurlikning ahamiyati va vaqti haqida to'xtalsam, Alloh taolo Qur'oni Karimda mundoq deydi: "Sizlar tongning oq yipi qora yipidan ayrilganga qadar, ya'ni tong yurg'anga qadar yangla İçinla, ondan keyin kech kirguncha ro'za tutinglar" degan. Bu oyatda Alloh taolo bizga suhurlikning vaqtini belgilab bergan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam tasahharu fa inna fis suhuri baraka. Suhurlik yangla, chunki suhurlikda barakat bor degan. Hadis olimlari bu barakatni ikki turga bo'lib tushundirgan: dunyolik barakat va oxiratlik barakat. Aziz qarindishim, suhurlik yeyish uchun turgan kishi bomdod namozini masjidda o'qish fursatiga erishadi. Agar u hurullik qilib uyda o'qimasa, jamoat namozining savobiga erishadi. Balkim bomdod namozida qalbiga chunqur ta'sir qiladigan bir oyatni anglishi mumkin. Yoki yolg'iz qolganda Allohni zikr qilib ko'zlari yoshga to'lishi mumkin. Qur'on o'qib qalbi rohatlanishi mumkin. Bu yaxshiliklarning hammasi suhurlik yeyish uchun turganlikdan keladi. Mana bular oxiratlik barakatdir. Undaqda dunyolik barakat qanday bo'ladi desangiz, dunyolik barakat kelsak, suhurlik yegan kishi kunduzdagi jafoliq ishlarni qilgan taqdirdami ro'zasini eng oz qiyinchilik bilan davomlashtira oladi. Chunki badan energiyaga muhtoj. Uning energiya manbasi tamoq. Ibn Qayyim Javziya rahimahulloh aytgandek, suhurlik tan bilan ruhning kuch-quvvat manbasi. U ro'zadorga kunduzning jafo mushaqqatlariga bardoshlik berish kuchini ato qiladi degan. Masalan, biz suhurlik yemay ro'za tutgan kunimiz bilan suhurlik yeb ro'za tutgan kunimizni selishtirib baqsaq, albatta suhurlik yeb ro'za tutgan kunimiz texmi yaxshi tura olamiz. Shuni unutmasligimiz kerakki, suhurlik yeyish sunnat. Shundaqla suhurlikni kechiktirishmi sunnat. Agar bir kishi kechining 20 da uyg'onib soat 12 da suhurlik yeb uxlab qolgan bo'lsa, u kishi bomdod namozini qazo qiladi, suhurlikni kechiktirish sunnatini qo'ldan beradi, shundaqla qursiqqa baldur echib qoladi. U kundagi ro'zasini nihoyat tasda tutadi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummatim suhurlikni kechiktirib, iftorni baldur qilgan muddatcha yaxshilik ustida bo'ladi degan. Bu hadisdami ro'zadorga suhurlik yeyish, iftor qilish, suhurlikni kechiktirish, iftorni baldur qilishning intayin muhim ekanligi chiqib turadi. Ya'ni shuni mi ta'kidlab o'tishimiz kerakki, inson suhurlik yebla darhol uxlasa bo'lmaydi. Bundaq qilish hazm qilishni nacharlashtirib o'tadi. Sog'lomlikka intayin ziyonli. Shunga suhurlik yegandan keyin uxlashqchi bo'lgan arliqda yetarlik vaqt bo'lishi kerak. Bu vaqtni namoz o'qish, Qur'on o'qish, zikr aytish bilan o'tkazish intayin ahamiyatga ega. Hamda iftorni baldur qilishning hikmati haqida to'xtalsam, sham vaqti kirishi bilanla ro'zador iftor qilgan bo'ladi. Tamoq yesin yoki yemisin farqi yo'q. Hatto sham vaqti kirishi bilanla ro'zadorning iftor qilishi sunnat. Shunga payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bir necha tal xurmo yeydi yoki bir necha yutum suv ichadi. Ondan sham namozini o'qib bo'lgandan keyin boshqa tamoqlarni yeydi. Bundaq usul oshqozonni asta tamoqqa ko'ndirishda intayin foydali. Buning foydalarini ilgirki qismlardagi da'vatlarda so'zlab o'tdim. Texchi anglamagan bo'lsangiz ilgirki qisqa da'vatlarga murojaat qiling. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam la yazalun nasu bi khayrin ma ajjilul fitra. Kishilar iftorni baldur qilgan muddatcha yaxshilikda davomlashadi deb ko'rsatgan. Bu hadis iftorni kechiktirmaslikning muhimligini ta'kidlab beradi. Ramazonda ya'ni tushlik uyquning intayin muhim foydalari bor. Bu haqda azroq to'xtalsam, payg'ambar alayhisalom bizga kechilik namozga tushlik uyqu bilan ro'zaga suhurlik bilan yordam olishni sunnat qilgan. Bu haqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qilu fa inna shaytona la taqil. Tushlik uyqu uxlanglar, chunki shaytonlar tushlik uyqu uxlamaydi degan. Imom Malik rahimahulloh mo tushlik uyqu kechilik ibodatga kuch-quvvat beradi deb ko'rsatgan. Demak, tushlik uyqu ro'zadorning kunduzdagi ibodatlariga, kechilik tarovih namoziga texmi tayyor bo'lishiga yordam qiladi. Ramazonda sham vaqtidan burun yoki tushlik vaqtida 1 soat uxlab olish tarovih namozining 20 rakatini ado qilish
qilishga yordamchi bo'ladi. Ro'za tutishning maqsadi mushu namozlarni tetik holatda ado qilish, Qur'onni tushunish, Alloh taologa bo'lgan muhabbatning eshishi uchun. Shunga namoz eng muhim fursat. Charchab, herib ketgan holatda namozga turishdan saqlanishimiz, tushlik uyqu bilan kechilik namozlarga yordam elishimiz kerak. Aziz qarindoshlarim, bizdan ilgirki salaflarimizga qaraydigan bo'lsak, taqvodor salaflarimiz Ramazonda kunlik programma tuzib vaqtdan unumli foydalanishga ahamiyat beradi. Ularning kundalik programmalaridan suhurlikdan keyin bomdod namozi, Qur'on tilovati, tushlik uyqu, asr namozidan keyingi zikr tasbihlar, iftordan keyingi tarovih namozi, kechining oxirgi 3dan biridagi tahajjud qatorliq ibodatlarni qiladi. Bularning hammasi mukammal bir ruhiy va jismoniy sog'lomlik programmasini tashkil qiladi. So'zimning oxirida shuni xulosalamoqchimanki, payg'ambarimizning Ramazondagi bu 3 muhim tavsiyasi suhurlikni kechiktirish, iftorni baldur qilish, tushlik uyqu ro'zadorning jismoniy va ruhiy sog'lomligini qo'g'dashda intayin muhim rol o'ynaydi. Ammo bularni to'g'ri vaqtda muvofiq shaklda o'rinlashtirish intayin muhim. Suhurlikni bomdod vaqtga yaqin qilish, unda kechining o'ttirda qo'pib suhurlik yeb olmaslik, iftorni sham azini o'qilishi bilan teng qilish, tushlik uyquni muvofiq vaqtda uxlash Ramazonning ruhiy va jismoniy foydalarini eng yuqori chekka yetkazishning ochqichidir. Bu hikmatli tuzum orqali Ramazon ro'zasi faqat och qilish va ussizlikdan iborat bo'lmasdan, balki butun badanni va ruhni sog'lom tutadigan, insonni jismoniy va ma'naviy jihatdan yuksaltiradigan ibodatga aylanadi. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu sunnatlarga amal qilish Ramazonning haqiqiy barakatiga erishishning muhim yo'lidir. Alloh taolo hammamizni Ramazonning barakatidan to'liq bahramand qilsin. Amin.